Mana tegma pishakka. Ha? Ochasın. Ha? Ya kızım. Çay vereyim mi? Bye. Şuraya dur. Assalomu alaykum. Biz bilan yana baxtli bo'linglar. Ketdik. Yana gullabdi kaktusimiz. Ko'ringlar va baxtli bo'linglar. Menga o'xshab arzimagan narsaga ham xursand bo'lishdi. Balki mana shu gul o'rgatgandir. Men ko'p o'zimni kuzataman. Ko'p holda oson o'zimni tiklayman. Allohga shukr. Avvalgi videomda aytgandim-ku, kaktus bir kun gullaydi, ko'rgan odamni baxtli qiladi. Shirgoch qildim ertalabdan, faqat suyuqroq bo'ldi. Asi? Endi o'rgandingiz, ustingizga to'kib, shuni ichib o'tirishdi. Shunchaki qo'lim. Voy, kaka qizim. Ha? Tushasizmi? Sen qurasan, Kamron bilan keyin ketasan. Nima deding? Tinmay uyini buzsin. Zerk, shunday qo'li bormi nima bola buni? Qo'li bilan buzadimi uyini? Tort o'zingga, tortsan. Bemalol yoyib bunday tasha. Ha, bor, kisaga boraver. Indamay bor, faqat miyamizni yemay. Davlat bir aylantirib olmaydi. Akşam olsa ovqatlanamizmi? Stop. Mana qo'ydim. Aylantir, zey aylantir. O'tirma. Yo'l, yur, tez yur. Asta yuribsan. To'xta, qayerga ketding? Oğlum, tuttu. Tuttular. Bana iple salvera pasurlar yok. Yağda kuma olsun. Yolda düşen. Tushunmadim. Ana kun uradi.
Nonlarni yopib oldim, xudoga shukr. Endi dam olamiz obedga. Kim urdi? Kes. Diyorlar dapki kamera. Siz Zuhra. Bugungi avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonangiz fayzli, barokatli, go'zal sahifalarga, o'tilmas mana shunday quvonchli onlarga boy bo'lishini Alloh umrlaringiz uzoq bo'lsin, tan jonlaringiz sog' bo'lsin, hamisha Allohimni panohida bo'linglar. Allohim suygan bandalar qatorida bo'linglar. Bir davra bo'laylik har qaysi zamon. Vaqtimizga bo'ling doim sog' omon. Ha, 4 ta qiz, bitta o'g'il. Kelamiz, qani? Bu tarafga o'tamiz. Beraman. Keyin bularga ta'rif so'z beraman. Tayinlab turasizlar. Har tola sochlari jonimdan aziz. Har tola sochlari jonimdan aziz, sog' omon yurgani tillo taxtimdir. Dardlarimga darmon aytgan so'zlari onamda ko'nglim xotirjam, onamning borligi mening baxtimdir. Jonim bolam deya erkalab aytar, tabassum qilsa gar armonim ketar. Yonimda sog' omon yurgani yetar, onamning borligi mening baxtimdir. Men uchun duoda qo'llari har kun, yo'llarim kutadi uxlamay har kun. Baralla baqirib aytishim mumkin, onamning borligi mening baxtimdir. Hamisha baxtlaringizga onajonlaringiz sog' bo'lsin. Mana jannatim onajon qilib, chiroyli qilib tug'ilgan kunlarni nishonlayapti. Mana sizning bitta o'g'lingiz bor ekan, 10 tani o'rni bosadigan bo'lsin. Ilohim hajlarga olib borsin, hoji ona qilsin ilohim. Dadalarni hoji ota qilsin. Ilohim shu kunlarga yetkazsin. Sizda 3 ta o'g'il bor ekan. 3 ta o'g'lingiz, bittasini nechtasini uylantirdingiz? Bittasini uylantirdingiz. Qolganlarga ham yaxshi kelinlar kelsin-da. Sizni ham o'g'illaringiz Allohim topganlarga baraka berib Onajon, xolajon, avvalambor tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizni tezlar. Bizni akamlarni hammamizni baxtimizga sog'-omon bo'lishni, hojona bo'lishni nasib qilsin. Xudo xohlasa yaxshi kunlarimiz oldida hammasiga o'rganib sovg'angiz bor, topshirib qo'ying, qani marhamat. Bu sizga kam. Yashang, rahmat. Bularning ham sovg'alari bor ekan, topshirib olamiz. Ilohim sog' bo'ling. Buyursin. Keling, kelini. Keling. Kelinmas, yana ayting ana. Bu tadbir qo'shnimiz Fatima opam tadbirlari. Katta qilib o'g'li bilan 4 ta qizlari tabriklabdi, surpriz qilishibdi. Uylariga ana shunday jannatim onam guruhini chaqirishibdi. Ovozlaridan biram chiroyli
tadbir bo'lyapti ekan, kelib videoga oldim. Kanalimga qo'yaman desam, xo'jayinlar rozi bo'ldi. Bemalol qo'yavering. Shunday go'zal kunda qo'ymay bo'ladimi dedi. O'g'illari bitta, yosh, hali bo'ydoq, lekin 10 ta bola qilgan ishtahalitdan anchasini qilib qo'ygan. Zo'r bola. Fotima opam ham rosa sabrli ayol. Fotima opani tabriklaymiz, yuzga kirsinlar. Xo'jayinlari bilan qo'sha qarsinlar. Farzandlar rohatini rohatda ko'rib yursinlar. Nana qiling Osiyo. Hurmatli qadrdon obunachilar, yaxshimisizlar? Kunlaring yaxshi o'tdimi? Bizniki yaxshi, odatdagidek o'tdi. Lekin eng zo'r narsa kechga borib qo'shnimizni Fotima opani tug'ilgan kunlari bo'lyapti ekan. O'shanga borib videolar qildim. Juda chiroyli tadbir bo'lyapti ekan Fotima opani tug'ilgan kunlari. Bolalari hammasi qizlar va bitta o'g'li bor. O'g'illari tabriklayapti ekan. Juda ham xursand bo'lib ketdim, havasim keldi. Sizlarda ham shunaqa tug'ilgan kunlar bo'lganmi? Kimda necha yoshi mana shunday chiroyli qilib bolalar tomonidan kutib olingan? Yo kimdir havas qildi? Shu haqidagi fikrlaringni kommentga yozib ketinglar. Men albatta hammasini o'qib javob beraman. Hammasi men uchun qiziq. Rahmat, yaxshi dam olinglar. Bye. Qaysi so'zni o'rgandingiz bugun? Yo'q, aka qanaqa so'z o'rgatdi sizga? Iye, ana osmonda nima ko'rsatdi? Mama. Oy mama ko'rsatdi voy. Asakizim meni, asakizim. Yaxshi dam olinglar. Osiyo qiz bilan men bugun So'rida fashaxona ichida uxlamoqchimiz. Uxlayapmiz. Hammaga xayrli tun. Bye. Uy qaynab yotibdi, issiq. Soat 12 dan 4 minut o'tdi. Bu videoni olishga olaman, lekin bugungiga qo'shib qo'yamanmi, ertagiga qo'shib qo'yamanmi, atak bilmayman. Shunchaki uyqum kelmadi. Dadasi uyda uxlab qolgan. Bolajonlar uyda. Osiyo qizim men bilan pashaxonada uxlaydi bugun. So'rini shipirib joy qildik. Hozir Osiyo uxlab qolgan, men hali uyqum kelmadi. Shu kunlarda Osiyo bilan ovora bo'lib, hamma ishim bir kunda tugamay, ertasi kunga ham o'tib ketib, rosa jahlimni chiqaryapti. Hamma mayli, boriga shukur shunisini ham. Sochlarim qaranglar, tikka turibdi. Qildim. Nortoy sochim yaxshi turibdimi deydi. Sochlarim tikka turadi, mayli. Chiroyli sochim bor, o'zim yaxshi ko'raman sochlarimni. Men nimanidir haliga gaplashkim keldi. Jonli efir qilaymi dedim, yana keyin yo'q, jonli efirni 1-2 kun oldin rejalashtirish kerak, qizlarga aytishim kerak, opalarimga aytishim kerak edi dedim. Opaxonlarimga, masalan sizlarga aytmabman, endi shunchaki video qilib qo'yaveraychi, bugungiga qo'shaman videoga yo nar kunga qo'shaveraman yo ertalabga qo'shaveraman deb turdim. Bundan o'tganlarni aytmoqchiman-da. Men haliga bu uyga turmushga chiqib kelishdan oldin cholim bilan sevishib turmush qurganmiz. Rosa cholimni yaxshi ko'rganman. Chunki undan oldin menga hozir agar meni ko'rsa eslaydi. Bitta bolalarni men yaxshi ko'raman desa urganman, turtganman, ko'ksidan itarganman, gapirib ustidan kulganman-da. Menga sen gapirmagin deb. Keyin qandaydir haliga o'ziga ishongan, haliga bolalarni mensimaydigan yoki qisqa so'z bilan aytganda onasini chizgan chizig'idan chiqmaydigan qiz bo'lganmanmi? Keyin
kuni keldi telefonda tanishib. Keyin telefonda tanishdik. Bir oymi 2 oy gaplashib yurdik. Men cholim bilan O'zbekistonlik bo'lsa ham, men Qozog'istondaligimda tanishib qolganman. Shu bilan gaplashib, ancha gaplashganimizdan keyin O'zbekistonga kelganimdan keyin cholim aytgan, "Keyin ko'rishaylik" desa, men yo'q, hozir bora olmayman, shu onam sog'inganman dedim. Keyin Muhoy sinfdoshim to'yi bo'lyapti dedim, Ro'zgul sinfdoshim to'yi bo'lyapti dedim. Bu dedim, xullas hech vaqt topmadim, kelmadim. Keyin bir kun aytdim, endi bu aytavergandan keyin onamga aytdim. Har narsani yashirmaydigan onamdan shu safar nimagadir yashirgim keldi. Keyin "Aba" dedim, "men unga boraman, Gulistonga xolamnikiga" dedim, "aylanib kelaman" dedim. "Nimaga qo'y, o'zi endi keldinglar, sog'inganman. Undan ko'ra anu ishni qil, mana u ishni qil, o'zi 2 kun to'yma-to'y yurding" deb onam rahmatli shunaqa dedi. Keyin qilaman dedim, qildimda qay bir kun keyin vaqt topib xolamga keldim. Xolam Gulistonda yashar edi. Undan keyin cholim bilan mostdan tushishga kelishib oldik. Most bor edi, gulistonliklar bo'lsa eslaydi, peshexod most bor edi, odam o'tadigan mostni eskisi, hozir nariroqqa yangisi qurilgan. Shu eski mostdan tushganingizda qurtchi xotinlar bo'lardi, katta qurtdan tortib kichkina qurtlargacha sotar edi. Ana shu qurtchi xotinlarni oldilarida taxminan ko'rishamiz deb kelishib oldik. Keyin endi bu uchrashuvga chiqaverib asib ketgan bo'lganda, men soddaligimga "Qanaqa kiyimdasan?" desa, "Voy, mana undaqadaman" deb aytib qo'yganman. Bilmaganmanki, u haliga aytmay uni pushkaga olish kerakligini keyin bundan eshitganman. Keyin shunday vokzalda darvozasini oldida ko'rishga kelishdik. Yangi vokzal bor-ku, elektrishka poyezd vokzali, o'sha yoqda. Keyin mostdan tushganingizdan keyin bir 200 metrmi, 100 metrdan keyin shu vokzal keladi. Shu yoqda ko'rishamiz dedikda bir payt. Shunday mostdan tushyapman. Xuddi imtihonga kirsangiz qanday haligi qo'rqasiz, ana shunday qo'rqyapman. Oyog'im qaltiryapti, qaytib ketsammikan yo boraymikan, nima qilay ekan. Oxiri shu tushdim, mostdan tushyapman, boya qurtchi xotinning oldiga yetdim. Yetib tushatsam 5 metr narida bitta bola qulog'iga naushnik taqqan, mostga qarab turibdi. Keyin men qarasam chiroylikkina bola. Men aytdim, "Shu bolamikan-a?" dedim. Turibdi. Keyin men aytdim, "Shu bo'lsa kerak" dedimda, shartta telefonim olib, hali qaysi telefon deng, 1200 bor-ku, ilonchalik o'yini bor telefon bor-ku, hap deb haligi ilon narsalar yeb ketardi. Unaqa telefon bilan telefon qildim. Agar dedim shu bola bo'lsa dedim, telefonni ko'tarib "Alo" deydi, shundan bilib olaman dedim. Keyin bir payt уже ozgina qoluvdi shu bolani oldiga telefon qilsam, "Alo" dedi. Kimga qarasam, u bolaning cho'ntagidan qo'li chiqmadi. Keyin o'l bo'lmas ekanda dedimda. O'tib ketdim. "Qanisiz, qayerdasiz? Men keldim" deb ketsam, "Orqangga qayt, maymun, mana men turibman-ku" dedi. Kimga qarasam, ana shu o'lgur naushnikda ekan. Naushnikni taqqandan keyin mana telefonga ushlamasa ham gapirib bo'lishini bilmas ekanman-da o'sha paytda men. Haligi bunday gapiraverar ekansiz-ku, naushnikni mana bu yog'iga gapirar ekansiz, hozir endi bilaman, o'sha paytda bilmaganman. Bu yog'iga gapirar ekansiz, qo'lingiz cho'ntagingizda bo'lsa ham, telefon cho'ntagingizda bo'lsa ham bo'lar ekan. U paytda men bilmaganman. Keyin "Qaydaman, men shu yoqdaman" dedi. Bir-birimizga yoqmasak aytamiz va qaytib ko'rishmaymiz. Yashirarkim yo'q dedik. Keyin shunda yo'q, haligi ko'rdik. Bir-birimizga ma'qul bo'ldik shekilli. Keyin shu bilan qaytib uyga kuzatib qo'ydi. Picha gaplashdik, uchrashdik. Parkka bordik. Bog' deyiladimi o'zbek tilida? Bog'ga bordik. Keyin xolamnikiga bordim men. Shu bilan keyin uyga ketdim. Kuzatib qo'ydi. Keyin uyga borganimdan keyin yana 1 oymi, yarim oymi gaplashib yursak, keyin onam aytib qoldi. "Gulmira, senga" dedi, "xolangning o'g'lidan sovchi kelyapti, seni o'shanga beraman" dedi. Keyin men aytdim, "Yo'q, aba" dedim.
men tegmayman unga dedim. Nimaga dedi. Men dedim shu bitta yaxshi ko'rgan bolam bor. Bir marta ko'rishganman. Ana shunga tegaman desam, kim, qayerdan, nimaga, menga aytmagansan, shunaqa deb qoldi. Keyin shu bilan men aytdimki, aba dedim, abajon derdi. Abajon, men dedim mana shunaqa yaxshi ko'rgan bolam bor desam, yo'q, xolangni o'g'lini uyi bor, joyi bor, kichkina o'g'il shu uyda qoladi, oti bor, qo'yi bor, anosi o'rdagi bor, eshagi bor deb maqtadi xolam. Boy oila, yaxshi yashaysan, to'kin yashaysan dedi. Keyin men aytdim, yo'q, mana shu yaxshi ko'rganimga bersangiz bering, bo'lmasa dedim tegmayman dedim. Keyin xolalarim sovchi keldi, yana boshqa xolamni o'rtaga tushirib jo'natdi. Keyin shu akam keldi, xolamni o'g'li uchrashuvga. Gaplashmadim, xohlamayman dedim. Keyin shu bilan hamma jim bo'ldi. Keyin bulardan sovchi bordi, cholim jo'natdi. Keyin men aytdimki, haligi cholimni rosa so'zga boymasda kam gapiradi. Keyin onam aytdiki, ertaga dedi, haligi qiynalsang, yashayotganingda, kambag'al yashasang yoki qiynalganingda ertaga meni eslaysan. Men senga aytuvdim, xolangni o'g'liga teg devdim, deganim dedi. Mana men dedi, sevganimga tegib nima bo'ldim, nima ko'rdim. Faqat umrim qiyinchilikda o'tdi. Yaxshi kunlarim ham bo'ldi-yu, yomon kunlarim ham ko'p bo'ldi dedi onam. Mana dedi, keyin dadang erta o'lib ketdi. Qara, qo'y, u bu deb menga gapirdi. Amam rahmatli oyna so'zini tojik bo'lgani uchun, o'zbekchanimda o'rganib ketgan bo'lgani uchun ayna deb aytardi. Mana dedi, men senga tayyor aynani ko'rib turib ham, meni ko'rib turib ham o'zing shunday bo'lishingni bilmaysanmi dedi. Shu yerda men endi buyog'i nasihat emas, bir narsani aytib ketay. Onalar bilar ekan. Onalar sezar ekan. Onalarda chiqqan zinasiga biz hali chiqmagan bo'lgan ekanmizda, ular chiqib tepadan bizni pastdaligimizni ko'rar ekan. Pastda qanday harakat qilayotganimizni bilib turar ekan. Men o'shanda yo'q, u seni sevmaydi, sen uni sevasan, yo'q, bitta men sevgim ham ikkalamizga yetadi devdim. Yo'q, baribir ikki tomonni sevgisi bo'lmasa ayol kishi qiynalar ekan. O'sha paytdagi bu onamni mana shu gapini men juda ko'p marta esladim. Rossayam ko'p marta o'ylardim, eslardim. Chunki ko'p hayotimda qiyinchilik o'tdi, boshqa o'tdi. Yo qiyinchilik deyilmaydimi bu, oddiy peshona yozigi deyiladimi? Xullas, faqat bizga hech kim tegmadi. Hech kim tegmadi. Na qaynona, na qaynota, faqat shu o'zim bilan erimni o'rtamizda ko'p muammo bo'laverdi. Hozir endi aytaman-da, ana shu muammolarim hozirgi ko'zim bilan qaraganda muammo bo'lmagan ekan. Faqat men ahmoq taqdirni bitigini, yozigini o'zgartirmoqchi bo'lavergan ekanman. Shunga aytaman-da, taqdirni o'zgartirib bo'lmaydi, faqat yashab rol ijro etib berish kerak ekan, xolos. O'lsa yig'lab berasiz, ursa kulib berasiz, turtsa ketasiz, chaqirsa kelasiz. Shunchaki biz bu dunyoga rol o'ynagani kelgan ekanmiz. Bizni bu dunyomiz ham, u dunyomiz ham, qayerga, jannatgami, do'zaxgami tushishimiz ham o'sha aniq yozib bo'lingan. Lekin qalamlar yozilgan, tugagan, qalamlar ko'tarilgan, bitiklarda yozib deydi-ku. Lekin shuncha yozib, yoziklar bitgan, tugagan bo'lgani bilan ana shu yozik bitiklar bekorga, bejizga berilmaydi ekan. Siz ko'tara olganingizni berar ekan. Siz chiday olganingizni boshingizga keltirar ekan Alloh. Bu dunyo shunchaki ziynat. Ana usti yong'oqqa o'xshaydi-da, usti zar bilan bezalgan puch yong'oqqa o'xshaydi. Zarini olib, ko'zingizga surib, ichini bunday chaqsiz, ichi qop-qora bo'm-bo'sh oddiy taxtadan iborat bo'ladi. Bu dunyo shunaqa. Yegan ichganingiz ham qolib ketadi, kiyganingiz ham qolib ketadi. Faqat berganingiz, qilgan savoblaringiz, o'zingiz bilan qilgan amallaringiz ketadi. Osiyoga homiladorligimda mana yonimdagi qo'shnim mol oldi.
mol oluvdi shunaqangi xursand bo'ldim, bilmayman nimagadir shunday xursand bo'ldim. Mana hozir ham eslasam o'sha xursandchiligim esimga kelyapti. Ko'zimga yosh kelib xursand bo'ldim. Keyin qo'shnimda ayoli bilan ko'p hangama qilgan bilan eri bilan uncha gaplashmayman-da. Kimdir oralig'imiz ochiq o'tayotganda erini ham mol olganligi bilan tabriklab, yaxshi gaplashdim, hangama qildim. Keyin har kun po'choqlardi, nonlardi, ovqatlardi, nima chiqsa toza qilib berar edim-da. Keyin haligi qulluq bo'lsin desangiz, sizga ham bo'lsin deydi-ku. Ana shu so'zini eshitgandim aniq. Shu qo'shnimni eri aytuvdi. Keyin yana ko'nglimdan nima o'tdi deng? Otam bo'lmasa, mola beradigan, akam bo'lmasa, onam bo'lmasa, erim oddiygina ishlab qornimizni zo'rg'a to'yg'izayotgan bo'lsa, qanaqasiga menga birov mol beradi dedim-da. Yana keyin shunchaki havas qilib qo'ydim. Keyin oradan 1 yilmi, 1,5 yil o'tib muammoli tug'ildi. Rosa ko'p pul ketdi. Qaynakamlar omon bo'lsin, yordam berishdi, pul tomondan, boshqadan. Keyin Osiyo qizimni yurmayotganligini cholim qaynakamga aytgandan keyin sog'in sigir olib beraman, sutini ichirasan, yurib ketadi deb sog'in sigirga pul jo'natibdi. Cholim o'sha kun ertalab mol bozor kuni ekan, pulni olib, shunday borib mol bozordan akam pul jo'natdi deb mol olib kelgan, sog'in sigir. Mana shu o'zimiz qizil molni. Keyin men aytdim-da, Allohning karami keng ekan. Agar qarg'aganingda ham o'shanday ko'ngling ochilib yig'lab qarg'asang, agar xursand bo'lganingda ham o'shanday ko'ngling ochilib xursand bo'lsang, amalga oshirib qo'yar ekan. Ana shu molimiz bizga g'oyibdan keldi. Ko'nglimni ichidan so'rab qo'ygan ekanman Xudodan, o'zim bilmagan holda. Ana shunaqa qilib molli bo'lib qoldik. Allohga behisob shukr. Hozir sut qatig'imiz bor. Eng muhimi tinchligimiz bor. Shunaqa gaplar. Yana kim menga o'xshab sevishib turmush qurgan, kommentga yozinglar. Yana kim menga o'xshab sevishib turmush qurgan, ana aynan o'sha sevgilisi bilan hech murosa qila olmagan. Kommentga yozinglar, dardlashamiz.